videoda men o'rtog'im bilan hardcore rejimida 100 kun yashab qolishimiz kerak. Oldinda bizani nimalar kutib turganini va qanday sarguzashtlar bo'lishini bilishinglar uchun hoziroq like va kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Qani bo'lmasam boshladik bolalar. Biz boshiga mana shunaqa savanna joyda spawn bo'libmiz. Amayli do'stlar, savannada ham bir amallab ketsak bo'ladi. Boshiga bo'lmasam biz o'sha qardonni. Shunday qilib biringidan daraxtchadan chopib oldim. Boshiga shunaqa 5 ta daraxt ham yetadi. Yo'lbarsmi mana? What the? O yo'lbars qara. Yo'lbarsmish. Kichiklik yo'lbars. Keyin men verstak yasa oldim. Keyin bolta va kirka ham yasa oldim. Endi esa ozgina tosh ham qidirish kerak. O'zi boshida spawn bo'lgan joyimizda tosh ham bor edi. Qishloq topdim. Yaxshi. Va keyin men undagi somonlarni uxlatdim. Bo'ldi, somonlarni oldik. Endi bu uyga kirsa nima bor edi? Hech nima yo'q ekan. Prosta chiqib ketamiz. Qo'ylar bor ekan. Qo'y ko'rganmisizlar? Bolalar kommentariyaga yozib ketinglar. Tak, menga divan kerak, lekin hozircha divan topolmayapman. Mana divan yaxshi. 2 ta izumruddan bor. 4 ta izumrud, 5 ta non. Yaxshi. Ketdik, hozir biz golemni o'ldiramiz bo'ldi. Bolalar, agar sizlar shu videoga 100 ta like bersanglar, biz Orolchada 100 kun yashab qolamiz. Bo'ldi. Endi 4 ta temir berdi. Yaxshi. Mana yerda endi ozgina tosh qazib chiqsam. Bo'ldi bolalar, o'zi bizda ko'rishinglar mumkin, kechqurun tushibdi va biz bir kun yashagan bo'lamiz. Bugungi kunimizda bolalar biz mana shu qishloqda o'tkazamiz. Nimaga, brat? Yoningizda yotsam qarshimasmisiz? Shunday qilib o'rtog'im bilan uyquchani berib yubordik. Ertalab tushdi. Divanimni olaman. Qaysi qanisan ketish kerak o'zi bu yerda. Da, o'zishqana. Keyin men toshdan tapor va toshdan kirka yasab oldim. Bolalar, cho'ta ikkinchi kunimizda havo yomonroq. Ya'ni quyosh bulutni orqasiga bekinyapti. Tashiysanmi pechkamda? Shu paytda sqircho'racham meni pechkamda olib qo'ygandi. Tak bolalar, biz bu qishloqda qolishga qaror qilmadik, balki yana qishloqda chiqib qolishi mumkin. Shuning uchun bu yerdan ketishimiz kerak. Ketdik haysi. Hali bizda oldinda juda ham qiziq sarguzashtlar kutib turibdi. Valla shuning uchun like bosib tursanglar hammasi chetga o'tib ketadi. Mana shu yerdan temirlar chiqib qolish ehtimoli juda ham katta. Mana temir aytganimda, yaxshi bolalar. Bir dona atiga. Mayli, ko'mirchalarni ham sindirib olamiz. Bizga darajalar beradi. Yaxshi. O'sha bolalar biz 6-darajaga ko'tarilib ketdik. Darajali videoyimda shunaqa darajalar tushib tursa juda ham zo'r bo'lardi, lekin buni. G'orda men temir topdim, lekin zombicha ham bor. Hozir zombicha ham bitta o'darda mazasini qochirishim kerak. Voy, yonibman. O'lib qolmasligim kerak. Ichidan kartoshka tushdi, yaxshi. Menda 4 ta temir bor. Golemda temiri bilan qo'shganda 8 ta temir. Bu juda ham yaxshi natija do'stlar. Bolalar, qaranglar, izumruddan qilich yasasa bo'lar ekan. Izumruddan qilich, izumruddan lapatka. Yaxshi. Boya bekor ishlatibsan. Boya 2 ta izumrudimga mana bunaqa qo'ydi junini olayotgan. Olib qo'yibman. Mayli, qo'ydi juni ham kerak bo'ladi. Endi yo'limda qo'y ko'rsam, men shuni junini olib ketaveraman. Bada lava ham bor ekan. Ana yerda qanaqadir g'or ham bor ekan. Yurchi borib ko'ramiz. Tak, g'orga keldik bolalar. G'orda deyarli hech narsa yo'q menimcha. Yoki tepaga chiqsa bo'larmikan. Menimcha bolalar bizda loq qilishdi. Mana bolalar, lavani ham oldiga keldik. Lavani oldida ko'mirlar bor ekan. Ko'mirlarni sindirib, hozir men daraja olaman desam, mana negir uzoq bo'ldi. Nimaga seni ham joning 19 ta? Qornim tez och qolyapti, bor-ku. Verstakdan boyagi somonlarni nonga aylantirib olish kerak. Bo'ldi. Endi qorinni g'amini ham qilmasaylik bo'ladi. Chunki menda 29 ta non bor va bitta somon ham ortib qoldi. Kamiga bitta kartoshkam ham bor. Hozir men pechkachani olaman va boyagi topgan 4 ta temirimni eritmasam zo'r bo'ladi. Qaysi menga bitta narsani tushuntir, hozir kechqurunmi yoki ertalabmi? Lekin quyosh turibdi. Menimcha abed. Ertalab bo'lsa kerak. Abed og'alar desam. Tepada yana qanaqadir ko'mirlar bor ekan. O'rgimchaklar, vobshe katta g'or bor ekan. Qaysi betda? Oznonasi. Tepaga chiqsin, bizni dushmanlar kutib turibdi.
Yaxshi bitta o'rgimcha chamazasini qo'chirdim. Qanday? Ana yerda qanaqadir xunniy o'rgimcha yuribdi bolalar mana. Hozir sizlarga ko'rsataman deb o'lib ketmasam bo'ldi mana basharasi. Xira brendi jurasi bu balla. Juda ham katta qor bor ekan, lekin bunga bilmadim bo'ldi. Tushib ketsak, o'lib ketishimiz ham mumkin yoki yashab ketishimiz ham mumkin. Shuning uchun bolalar mana shu 4 ta temirimni hozirda o'zida eritib olay. Bo'ldi. Temirchalarimiz eriydi va men o'zimga bolta bilan kirka yasalaman. Keyin esa asta tushsa bo'ladi menimcha. Va bolalar, men temirlarim ham erib bo'ldi. Keyin esa men temirli kirka va temirli boltani ham oldim. Va bizda ozgina kuchayish bo'ldi. Ikkinchi kunda o'zidan biz temir bolta va temir kirka yasadik. Men g'orga tushamizmi yo'qmi? Yaxshigina lava bor ekan-ku, nimadir bo'lsa kerak. Yaxshigina boylik bilan chiqsak bo'ladi, amali. Nima bo'lsa bo'ldi, ketdi. Men yerda katta teshik bor ekan, ehtiyot. Tishuv bor ekan, tishuv. Ayli ketdi, nima bo'lsa bo'ldi, bolalar. Bitta bo'lmasa bo'ldi. Shetda bitta bo'lsa, yaxshi ko'p ekan. Uy, 10 ta temir bo'ldi, yaxshi. Endi boyaga broniyamiz bemalol yasalsaydi bo'lar ekan. Tepada temir bor ekan, lekin blok yetmaydi. Zombi ham bor orqanda, Azbek. Voy, uronlar. O'zimizga qalqon yasalishimiz kerak. Bo'ldi, zombi mazasini qo'chirib tashladi. Nomon ekan uron. Pechka qo'y Azbek. Pechka olib kelmading? Bada qolib ketibdi, bersakan pechka ham. Bo'ldi, endi biz mana shu g'orda ichida bir kunimizni o'tkazishga, zombi. Meni uribdi, meni o'ldirib, senga tegmas ekan. Tegar ekan. Uy, qoch. Nimaga? Uron 5 shani 4 ta beradi. Help. Menga ag'ir bo'lgan. Menga tarma. Yaxshi, o'ldirdik. Bo'ldi, bu g'orda yashash ancha qiyin bo'ladi. Yarimta jon qoldi bor-ku. Tak divanni qo'yib ko'rchi, agar kechqurun tushgan bo'lsa uxlaydi. Kechqurun tushib tez uxla. Shunday qilib bolalar, biz ikkinchi kunimiz tugatib, 3-kun uchun tayyorgarlik ko'rayotgan edik. Yaxshi bolalar, bizda 3-kun. Bo'ldi. 3-kundan o'lib ketmaymiz degan umiddaman. Shu paytgacha nechta versdak, nechta pechka yasaganim kommentariyaga yozib ketinglar, to'g'ri topgan odamga 10 ming tashlab beraman. Izumrud. Hozir o'sha olmoqchi edim, zombi keldi. Yaxshi, bitta izumrud menda 3 ta bor do'stlar, yaxshi. Va bolalar, mana yerda ham temir bor ekan. Bo'ldi, men ham qalqon yasa oldim. Lekin qalqon yasasak do'stlar, qo'limizda mana shu fakelchani olib bera olmas ekanmiz. Oyog'imga kiyib oldimmi? Nima bo'ldi? Nima? Oyog'imga fakel kiyib oldim, qara. Kallangga ham kiysam bo'lar ekan. Kallamga fakel kiyib oldim, vallahi endi bemalol yorug'likda yuramiz. Talak bosib qo'ylar vallahi shu joyiga. Enderman. Creeper ham bor ekan, skelet ham bor ekan, bu yerdan qochish kerak bo'ldi. O'lmaganimni qaranglar. Pashti o'ldim lekin. Qoch, bu yerda ham skelet bor. Bo'ldi, o'ldirdim skeletni. Yur, yorug'likka chiqaylik. Yana bizda o'sha qadrdon savannaga chiqdik. Lekin menda qaranglar, o'zi 11 ta temir bor va 3 ta izumrud bilan chiqdim. Ana yerda bolalar nimadir yonyapti. Menga qara. What the hell? Bolalar, biz yana bitta qishloq topib oldik. Bu juda ham zo'r degan albatta. Men qalqonni ichib qo'ysam ham bo'ladi endi. Mana o'ng sandig'ida nima bor ekan? Kichkina jitil nima gap? Qaniysan, Frez, yaxshimisan, xush kelibsan uyimizga. Uyingga xush kelmadim. Faqat bolalar, endi otni haydasanglar bo'ladi. Qaysi? Ot qani boyaga. Otda ustiga kiygich narsa topdim bolalar. Endi biz otda yursak bo'ladi, lekin otda ustiga sovut yasashimiz kerak. Mana ularni endi olib qo'ysak ham bo'ladi. Keyin joyiga qaytib ekib qo'yaman. Qishloqlar asabiylashmanglar bo'ldi. Kechqurun tushibdi bolalar. Men ertaga ana shu otni topishim kerak. Otni topib, bugun kechga men broniya qanday yasalishini ko'rib chiqaman va yasalishni o'rganib olsam, broniyani ham yasaymiz albatta. Salom. Izumrud bermoqchi eding-ku, izumrud. Tak bolalar, qaysi menga izumrud berdi. Mayli bolalar, ko'rishinglar mumkin. Kechqurun tushibdi. Biz bo'lsa bugun kunimizni mana shu qishloqda o'tkazamiz va ertaga 4-kunda sizlar bilan gaplashamiz. Shunday qilib uyquchani ham berib yubordik. Tak qaysi, bo'lmasam biz 4-kunda boshladikmi? Da, ketdik. Orqanda qanaqadir jitel, yurchi bizga balki nimadir berar.
Stop, brat, to'xtang. 7 ta izomrodga bizga karta berar ekan. Bunaqa kartada o'zimizda ham bor albatta. Mayli, bu qishloq bilan ham ming afsuski xayrlashamiz. Keyin biz bu qishloqda ham golemini mazzasini qochirib ketishga qaror qildik. Mayli. Tak, bizda 14 ta temir bor. Biz bolalar 10-kunda o'zimizda uyimiz quramiz. Shuning uchun videoni ko'rishda davom etinglar. Hozircha biz shunaqa sayohat gashlarimiz. Kimga shu modlar kerak bo'lsa, men Telegram kanalimda bo'lar. Keyin men o'zimga temirli broniyasi oldim va qolganlarini qaysiga berib yubordim. Va izimroddan o'zimga oyoq kiyim ham oldim. 1 dan 10 gacha kommentda baho beringlar. Uy, qanaqadir g'alati hayvon topdim. Tepagacha kirib oldi ichiga bolalar. Mana, nima berdi? Kallasini. Tashchi? Bo'ldi, buni kallasini istalik olib qo'yamiz. Sigirda ham kallasini berdi menga. Bolalar, bugun 4-kun bo'lsa, biz 5-kundan yana shaxtaga tushamiz. Hozir esa shunchaki mana shunaqa sigirlarni o'ldiramiz, ana yerda qovoqlarni olamiz. Qovoqlar chiqdi mana yerda. Uy, juda katta daraxtlar bor ekan, qaysi mana yerda. Hardkorda har xilcha biyomlarda o'ynash bu juda ham qiziq bo'lar ekan, do'stlar. O, bambuk. Bambukning uzunligini qaranglar, bolalar. Like bosinglar, mana shu bambukni buzaman men. Yaxshi. Bo'ldi. Mana shu joyda ana shu yerdan uy quramizmi? Bundan chiroyli biyom topish qiyin lekin do'stlar. Shu videoga bitta like bosib qo'yinglar. Voy bolalar, bizda yana yangi biyom, ya'ni desert biyomiga kelib qoldik. Jungli bilan xayrlashamiz. Bugungi kunimizni mana shu yerda uxlab o'tkazamiz. Kichkina uycha quraman hozir. Vuy, oyni qaranglar bolalar. Oy chiqibdi o'zi. Ayla, ertaga 5-kunda ko'rishguncha. Men uxladim. Bugun yana yangi kun qaysi? Tayyormisan 5-kunga? Da, boshladik. Xo'sh do'stlar, desert biyomiga o'tishga tayyormisizlar? Qani bo'lmasam, ketdi. Mayli bolalar. Nasib qilsa agar sakura daraxtining oldidan uy quramiz. Uy. Ha? Ana nima? Tog'lar. Qanadir ana uy topdim qara. Vuy! Namuncha chiroyli. Yana ana ko'rvacha. Bolalar, biz bu yerda ham tog'larni zabt etdik. Lekin bu yerda hech qanaqa lot yo'q ekan. Shuning uchun yana yangi biyom sari ketamiz, ya'ni bu yerga. Biz kerak. Bombachi. Yomon tashladik. Ot topdim. Ot. Nechta? Bitta. Voy, va nihoyat bolalar, biz buni uddaladik. Bolalar, endi men ot bilanman. Davay. Turishimni qaranglar bolalar. Ot. Endi esa bolalar biz yerda uxlaymiz va ertaga 6-kunda o'tkazib olamiz. Voy, mana bugun 6-kun bolalar. Uy, kamali. Bu tomonga qara. Qani? Mana do'stlar, orqada kamali. Juda ham chiroyli. Tak, otim qayerga ketib qolyapti mana. Espresso mana ot topdim. Qanaqa ot? Qora holi bor ekan. Voy, mana ot, mana. Da, shu. Da, sanda anaqa narsalar bor edi, ancha. Da, men yasaganni ana otga. Sanga ham yasib qo'ydim. Menda o'zimda bor ustida. Yo, birani yasab berdim. Ana mol o'ldirdim. Tashachi, qani tusharmikan? Bo'ldi bolalar, endi ikkalamizda ham ot bo'lsa vashchi zo'r bo'ladi chota. Buni qorni ochmi, asta yuribdi-da, hech kim. Oy, bo'ldi bolalar, kiyg'izdim. Mani otim otmisan, ot bo'ldi, qaranglar, vashchi chotga bor-ku. Sen o'rgatyapsan o'zingga? Endi anchagina tezlashadi va nima desam bo'lar ekan, juda ham zo'r bo'ladi. Ana otni ham o'rgandik qaysini. Oy, mana bolalar, yaxshi. Endi bolalar, ko'rishinglar mumkin. Ikkalamizda ham juda ham zo'r otchalar bor. 6-kundan. Mayli, endi biz bo'lsa boshqa biyom tomon harakatlanamiz. Ketdi. Bolalar, bugun bizda endi 7-kun. Otlarimiz bilan yo'lga chiqamiz, lekin zombi kelyapti hozir. O'ldir. Urib ketdi vaziyatdan foydalanib. O'rmonda o'rtasida. Action! O'rmonda o'rtasida yuribmiz otlar bilan qiynalib. Shuning uchun do'stlar, boshqa biyomga o'tish uchun menimcha otlardan voz kechish kerak.
Chunki boshqa biyomga o'tish uchun biz suvdan harakatlanishimiz kerak. Bu otlarimiz bo'lsa suvdan yurolmaydi, ming afsuski. Do'stlar, ko'rishinglar mumkin, bizda ikkita otimiz ham hozircha orqamizda. Hozir merda sakrayni qilsak, turgan bo'lish kerak. Shuning uchun video shu joyda yakunlanadi. Sizlar bo'lsa kommentariyaga otlarni nima qilishimizni yozib ketinglar. Shunchaki otlardan voz kechib, boshqa biyomga, ya'ni boshqa orolchaga ketaylikmi yoki otlarni saqlab bir narsa harakat qilib ko'raylikmi? Bugun nechinchi kun? Bugun 7-kun. Yana bizda oldinda 93 kun kutib turibdi. Hammalarga xayr bo'lsin. Like bosib tursanglar, biz keyingi qismini chiqaramiz.